Yurtimizda jamoat transportlariga bo'lgan talab va ehtiyoj yil sayin oshmoqda. Shuni inobatga olgan holda aholi turmush darajasini yanada yaxshilash, ularga qulayliklar yaratish, farovon hayotini ta'minlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Guvohi bo'lganingizdek, bu kabi zamonaviy jamoat transportlari shahrimiz ko'chalari bo'ylab harakatlana boshladi va eng asosiysi, Guliston shahrida ikkita yo'nalishda 22 ta avtobuslar shahrimiz aholisi va mehmonlarga xizmat ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining jamoat transporti tizimini isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosi doirasida Guliston shahrida jamoat transporti tizimini takomillashtirish borasida bosqichma-bosqich ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur chora-tadbirlarning asosiy maqsadi esa aholiga qulay, xavfsiz, arzon va ekologik toza transport xizmatlarini taqdim etish, shuningdek shahar infratuzilmasini zamonaviy talablar asosida rivojlantirishdan iboratdir. Bunda avtomobil tirbandliklari kamayadi, ekologik muhit yaxshilanadi va eng muhimi fuqarolarning kundalik hayotida qulaylik yaratadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-fevraldagi jamoat transporti tizimini isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi 59-sonli qarorining Guliston shahrida jamoat transport tizimini takomillashtirish bo'yicha bosqichma-bosqich ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida Guliston shahrining transport infratuzilmasini rivojlantirish bosh rejasi ishlab chiqilgan bo'lib, bu bosh rejada 10 ta yo'nalish, shundan 7 ta brutto yo'nalishi, 3 ta doimiy mikroavtobus yo'nalishi etib ko'rsatilgan. Xususan hozirgi kunda Uchlik ishonch savdosi MCH tomonidan 10 dona Yangi bozor buyuk kelajak yo'nalishi hamda Transimkon servis tomonidan 12 dona Xitoy Xalq Respublikasidan olib kelingan zamonaviy avtobuslar xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bundan tashqari yana yil oxirigacha 52 dona mana shunday zamonaviy avtobuslar olib kelishi rejalashtirilgan. Bu brutto shartnomasining afzalliklari. Avtobuslar belgilangan grafik bo'yicha yuradi. Avtobus harakati dispetcherlik xizmati tomonidan doimiy nazorat ostida bo'lib turadi. Har bir bekatga to'xtab o'tish kerak bo'ladi. Haydovchilardan endi oldingidek plan talab qilinmaydi. Elektron to'lov tizimi uchun ustunlik belgilanadi. Dispetcherlar har bir avtobusga qo'yilgan kamera orqali yo'llardagi qoidabuzarliklar, har xil vaziyatlarni aniqlab, nazorat qilib, monitoring qilib boradi. Viloyatimizda aholiga qulay va xavfsiz xizmat ko'rsatish maqsadida 22 dona yangi zamonaviy jamoat transport vositalari olib kelindi. Mazkur tashabbus jamoat transportidan foydalanish samaradorligini oshirish, shaxsiy avtomobillardan foydalanishni qisqartirish va shahar havosini toza saqlashga xizmat qiladi. Yangi jamoat transportlari shahrimiz ko'chalarida harakatlanishi natijasida yo'lovchilar safarini yanada qulay, tezkor va xavfsiz bo'lishi ta'minlanadi. Yangi bozor Baxmal mufiga qatnaymiz. Intervalimiz 10 minut. Odamlarimiz xursand, xalqimiz xursand. Hamma sharoitimiz bor avtobuslarda. Oldinlari tushgan kassani berardik. Hozir unaqa narsa yo'q. Bir kunda shuncha pul ishlading, nega kam ishlading, ko'p ishlading degan gap so'z bo'lmaydi. Ishlagan pulimizni olib borib kassani topshiramiz. Oyliklar vaqtida berilyapti. Bundan tashqari Guliston shahrida jamoat transporti tizimini takomillashtirish doirasida avtobus haydovchilarining kasbiy malakasini oshirish masalalariga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu kabi amalga oshirilayotgan ishlarning natijasida haydovchilarning kasbiy mahorati ortib, yo'lovchilar uchun xizmat ko'rsatish sifati yanada yuksaladi. Avtobus harakatining xavfsizligi ta'minlanib, aholi jamoat transportidan mamnun bo'lib foydalanishiga sharoit yaratiladi. Avtobus salonida bo'lsangiz, o'zingizni zamonaviy muhitda his etasiz. Boisi yo'lovchilar uchun barcha sharoitlar yaratilgan, jamoat transportlari esa to'liq standartlarga mutlaqo javob beradi. Ekologik toza va tejamkor. Biz esa jarayonlar bilan sizlarni tanishtirishda davom etamiz. Yangi zamonaviy jamoat transportlari isitish va sovutish moslamalari, yo'lovchilar uchun qulay o'rindiqlar va nogironligi bo'lgan fuqarolar uchun esa maxsus sharoitlar mavjud. Shuningdek, ularning qulay harakatlanishlarida esa keng salon, yorug' va havo aylanishi yaxshi bo'lgan holat yaratilgan. Shu bilan birga transport vositalari xavfsizlik tizimlari bilan jihozlangan hamda elektron to'lov tizimi orqali yo'l haqini oson to'lash imkoniyati ham mavjud. Bu avtobuslarda aholi uchun juda ko'p qulayliklarga ega. Avtobuslar sovutish tizimiga ega bo'lib, shartnoma bo'yicha 26 gradusdan yuqori haroratda doimiy faol holatda bo'ladi. Bundan tashqari nogironligi bo'lgan yo'lovchilar uchun ham eshikdan chiqish uchun maxsus panduslar o'rnatilgan va maxsus o'rindiqlarga ham ega. Avtobuslar past polli yo'lovchilarning tushib chiqishi uchun juda qulay. Yo'lovchilar xavfsiz ta'minlash va yo'lovchilar bilan haydovchi o'rtasidagi muloqot doimiy kameralar nazorati ostida. Barcha avtobuslar harakat xavfsizligi, yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash maqsadida doimiy nazorat olib borish uchun kamera nazorati o'rnatilgan.
elektron to'lov tizimlari ham joriy qilingan bo'lib, maxsus transport kartalari yoki bank kartalaridan to'lov amalga oshirishingiz mumkin. Bundan tashqari, pensioner, nogiron, talaba va o'quvchilar uchun alohida maxsus transport kartalari ham mavjud. Bularni ham shu O'zbekiston pochtasi Sirdaryo viloyat filiali sotuv bo'limidan xarid qilishingiz mumkin. Biz talaba yoshlar uchun jamoat transportlari juda qulayliklar tug'dirmoqda. Avvallari bizning pedinstimizni piyoda yo'lakchasi bor, xohlagan joylarda to'xtash mumkin edi avtobuslarga. Lekin hozirgi kunda yangi avtotransport, jamoat transportlarida hamma o'z bekatda kutadi avtobuslarni va bu tirbandliklarni ham oldini olmoqda. Jamoat transportlaridan foydalanishning yana ustuvor taraflari unda to'lov turi osonroq, onlayn tarzda. Misol uchun oldingi eski avtobuslarda esa pullarni qo'lma-qo'l berilardi. Ekologik jihatdan ham, gigiyenik jihatdan ham bizga u jamoat transportlari qulayliklar tug'dirmoqda. Avvallari biz eski transportda faqat to'lov turi pullik bo'lgan 3000 so'mdan to'lardik. Hozirgi kunda talabalarga qulay tarafi hozirgi kunda karta orqali 2000 so'm. Bizga bu juda qulay, shunchaki kartamizni to'lov orqali amalga oshiramiz va biz vaqtimizni ham tejaymiz. Jamoat transportining yana bir afzallik tomonlari biz talabalar uchun kechki vaqtlarda ham avtobus transportlari ishlab kelmoqda. Biz uchun bu juda qulay. Jamoat transportlari harakatga tushishi aholiga qulay, tezkor va xavfsiz xizmat ko'rsatishda muhim qadam bo'ldi. Ayniqsa vaqt va mablag'ni tejash imkoniyati ko'pchilikning yuzida qoniqish va mamnunlik uyg'otmoqda. Guliston shahrida ham jamoat transportlari aholiga alohida xizmat qilishi bu mamlakatimizdagi ilg'or o'sha amalga oshirilayotgan islohotlarning bir qismi. Mamlakatimiz prezidenti har gaplarida aholini rozi qilish xususiyatida alohida gaplar aytib o'tadi. Men o'zim ham mana shu jarayonda kunda-kunora jamoat transportlaridan foydalanaman. Demak, mana shaharimizni chekka-chekka joylariga ham jamoat transportlarini qo'yilishi, ularning ozoda, toza, musaffo bo'lishi bugun mamlakatimizda, yurtimizda xalqni rozi qilish borasidagi qilinayotgan ishlarni amaliy tasdig'i desak mubolag'a bo'lmaydi. Demakki, mana shu jarayonda albatta mana shu jamoat transportlarini xalqimiz uchun xizmat qilayotgani ham bu xalqimizni, mamlakatimizni olib borilayotgan siyosatidan roziligini bildiradi. Mana shu borada Prezidentimiz Shavkat Miromonovga alohida tashakkur bildirishimiz kerakki, mana shunchalik mana aholini o'ylab, xalqni o'ylab, bizni o'ylab, mana shu jamoat transportlarida xavfsiz yurishimizni ta'minlab berayotgani va mana shu jarayonda insonlarning, shaxslarning hayoti xavfsiz ekanligini bir bora yana tan olishimiz kerak. Taksilarga qaraganda ichida konditsioneri bor, o'rinlari ko'p. Biz o'zi har kuni avtobusda qatnaymiz asosan. Hozir yangilangan, yaxshi oldingisiga qaraganda. Naqd pulda 3000, kartada bo'lsa 2000. Yaxshi, taksiga qaraganda arzonroq. Guliston pedagogik institutida o'qiyman. Shu institutga, bozorga qatnab yuramiz, avtobusda sharoiti yaxshi, talabalarga qulay ancha. Haydovchilarning muomalalari yaxshi. Guliston shahrida jamoat transporti tizimini takomillashtirish doirasida avtobuslar harakati kecha-yu kunduz yo'lovchilarga xizmat ko'rsatmoqda. Bu aholi uchun katta qulaylik yaratib, kechki soatlarda ham ishdan yoki o'qishdan qaytayotgan fuqarolarga xavfsiz va arzon transport xizmatidan foydalanish imkonini bermoqda. Bu esa shahar yo'lovchi tashish tizimining yanada samarali va barqaror ishlashini ta'minlaydi. So'nggi yillarda Guliston shahrida jamoat transporti infratuzilmasini rivojlantirish, aholiga yanada qulay va xavfsiz sharoit yaratish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur loyiha Guliston shahrining aqlli shahar konsepsiyasi asosida olib borilmoqda. Zamonaviy bekatlar nafaqat shahar ko'rkini oshiradi, balki transport xizmatlarining xavfsizligi va qulayligini ham sezilarli darajada yuksaltiradi. Yo'lovchilar uchun eng qulay xavfsiz joylardan biri bu bekatlar sanaladi. Bugungi kunda Guliston shahrida 18 ta zamonaviy avtobus bekatlari yo'lga qo'yilgan. Biz esa Nikoh saroyi bekatidamiz va aynan bu yerda yo'lovchilar uchun barcha sharoitlar yaratilgan va biz ham, demak, bu bekat o'rindig'idan foydalangan holda o'z yo'nalishimiz bo'yicha jamoat transportini kutamiz. Bundan tashqari yil yakuniga qadar Guliston shahrida yana 14 ta bekat qurib foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Guliston shahrida jamoat transportini rivojlantirish maqsadida hozirgi kunda 18 ta bekat qurib topshirilgan. Ularda qulayliklar hozirgi kunda quyosh panellari, telefonlarda quvvatlagichlar, 24/7 rejimida ishlaydigan kameralar, bundan tashqari nogironlik bo'lgan shaxslar uchun taklif qoplamalar, panduslar bilan jihozlangan. Real vaqt rejimida avtobuslarning kelish-ketish vaqtini ko'rsatuvchi elektron monitorlar bilan jihozlangan. Shahar hududida transport kartalarini sotish va xizmat ko'rsatish shoxobchalari ham tashkil etilgan. Bunda elektron to'lov tizimi joriy etilgan bo'lib, maxsus transport yoki bank kartalaridan to'lovni amalga oshirish mumkin. O'zbekiston pochtasi Guliston shahar filialida fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida transport kartalari sotuvi yo'lga qo'yilgan.
Mazkur transport kartalarining afzalligi shundaki, fuqarolarimiz bundan chegirma narxda foydalanishi mumkin. Bizda hozir fuqarolar uchun, pensionerlar uchun, talabalar uchun, nogironlar uchun kartalarimiz mavjud. Bir martalik 16 ming so'm to'lov qilib, olib, chegirma narxda foydalanishi mumkin. Hozirda bunday kartalarga aholida qiziqish, ehtiyoj kundan kunga oshib bormoqda. Albatta bu qulaylik aholimizga yanada ko'proq jamoat transportidan foydalanishga zamin yaratib beradi. Sirdaryo viloyati transport boshqarmasi qoshida Sirdaryo yo'lovchi tashishni monitoring va nazorat qilish davlat muassasasi ham tashkil etilgan. Muassasa esa ikkita bo'limda ish faoliyatini olib boradi. Birinchi avtomatlashtirilgan dispetcherlik monitoring va tahlil qilish hamda transport xizmatlari sifatini nazorat qilish bo'limlari shular sirasiga kiradi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 18-martdagi jamoat transportini moliyalashtirishning yangi tizimi tashkil etish chora-tadbirlar to'g'risida 116-son qarori 1-ilovasi 26-bandida yo'lovchi tashishni monitoring va nazorat qilish davlat muassasalari nazoratchilari shahar yo'lovchi transportida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 144-moddasida 5-qismida transportda chiptasiz yurish va 145-moddasida yo'lovchilarni transportda chiptasiz tashish nazarda tutilgan bo'lib, ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida ishlarni ko'rib chiqish uchun va ma'muriy jazo qo'llash mumkinligi belgilab o'tilgan. Hozirgi kunda Sirdaryo viloyati transport boshqarmasi Sirdaryo yo'lovchi tashishni monitoring va nazorat qilish davlat muassasasi xodimlari hamda hududiy transport nazorat inspeksiyasi xodimlari hamkorlikda avtobusda chiptasiz yurgan yo'lovchilar va yo'lovchilarni chiptasiz tashiyotgan haydovchilarni aniqlash maqsadida qo'shma reyd tadbirlari olib borilmoqda. Hamda qo'shma reyd tadbirlar davomida aniqlangan holatlar bo'yicha chiptasiz yurish, chiptasiz yurgan yo'lovchi hamda haydovchilarga ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilmoqda. Sirdaryo viloyati transport boshqarmasi qoshida yo'lovchi tashishni monitoring va nazorat qilish davlat muassasasi faoliyati ham yo'lga qo'yilgan. Mazkur joy esa dispetcherlik markazi. Ushbu yo'nalishlarning UZBAS monitoring dasturiy ta'minotidagi ma'lumotlari tasdiqlangan yo'nalish hujjatlariga muvofiq ekanligi doimiy tekshirish va monitoring qilib boriladi. Aniqlangan kamchiliklar bo'yicha rahbariyatga yozma ma'lumot kiritiladi. Qolaversa, yo'nalishga chiqarilgan avtobuslar va ular tomonidan bajarilgan qatnovlar soni, yo'l qo'yilgan qoidabuzarliklar, kunlik chiqariladigan avtobuslarni harakat jadvali hamda brutto shartnomasiga mosligini tashuvchilar va ularga biriktirilgan yo'nalishlar kesimida tahlil qilib va ma'lumotlar ham tayyorlab boradi. Guliston shahrida viloyat aholisi va mehmonlar uchun sifatli jamoat transporti xizmatini ko'rsatish uchun Xitoy mamlakatida ishlab chiqarilayotgan zamonaviy turdagi tabiiy gazda ishlaydigan 74 dona avtobusga ehtiyoj borligi hisobga olingan. Mazkur topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat hududida faoliyat ko'rsatayotgan salohiyatli tashabbuskor tadbirkorlar tomonidan esa 2025-yil aprel oyida Xitoy Xalq Respublikasida ishlab chiqarilgan 12 dona yangi avtobuslar xarid qilindi. Bundan tashqari yana 52 dona yutong rusumli avtobuslar xarid qilish bo'yicha ham shartnoma imzolangan. Guliston shahrida hozir 9 ta yo'nalishda xizmat ko'rsatuvchi 71 dona avtobus va 8 dona mikroavtobuslarga Atto MCH tomonidan 79 dona statsionar validatorlar o'rnatilgan. 10-avgustdan elektron to'lov tizimi ishga tushirilgan. Shahar hududida transport kartalarini sotish va xizmat ko'rsatish shoxobchalari tashkil etilgan. Masalan, yanvar oyida bir oyida elektron to'lov tizimidan 29 ming yo'lovchi foydalangan bo'lsa, hozirgi kunga kelib avgust oyida bu ko'rsatkich 140 mingdan oshdi. Mazkur qulayliklar aholining kundalik safarini yengillashtirish, jamoat transportlariga bo'lgan talab va ehtiyojini qondirish, eng muhimi fuqarolarning farovon hayotini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Jamoat transportidan foydalanish nafaqat vaqt va mablag'ni tejaydi, balki shahrimizda tirbandliklarni kamaytiradi, atrof muhitni asrab-avaylaydi. Qisqasi, yangi avtobuslar shahrimiz yo'lovchilari uchun haqiqiy qulaylik va farovonlik manbai bo'ldi.